hurmatli o'g'rilar diqqatiga. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ringlar. Video olmasak majbur bo'ldik, to'g'risi. Kecha mana biz uyda yo'q edik. O'g'rilar kelgansizlar. Gap yo'q, malades. Kelgansizlardagini o'zlarincha mana oynani sindirib tashlagansizlar. Keyin mana kesgansizlar. Короче, eshikni birik qilgansizlar. Mayli. Lekin bu nima? Ha? Bu nima? Bu nima chiqargan deb o'ylaysizlar? To'rga hassa qilib mana kalti qo'yib qo'yibmiz-da. 24 ga 7 yashab o'tiradi kal. Prosta insof bo'lish kerak-da, bir o'g'ri degan sal aqlliroq, sergakroq bo'lmaymi? Yoqdaga qaramaydim, to'g'risida aql bo'lish emas-ku. Sal insof bo'lish kerak. Sizlar uchun mana sharoit qilib qo'yib chiqqanda kuchuk boqqanmiz, boshqa qilganimiz yo'q, to'g'rimi? Tirikchilik sizlardan tushunaman. U ham mayli, kalti ham mayli. Lekin bu nima? Alamiz. Ha? Ya, odam nima deydi, bir kulgisilar nervus chiqadi. Bizlar ham qoraqonda yuradigan odam. Prosta u bitkada mana deraza ochiq turganda eshitdi bizni. Eshakni qulog'i bormi?